Po'latov bir kunda o'zida barcha soliq inspeksiya boshliqlarini ishdan olib, ularni vazifasini bajaruvchi qilib qo'ysin. Qo'mitaga compliance bo'yicha yangi o'rinbosar Saliyevni tayinladik. Ushbu rahbar soliq tizimini vertikalida korrupsiyaga murosasiz muhitni yaratishga mas'ul va javobgar bo'ladi. Po'latov, Saliyev bir oyda Toshkent shahri soliq idora rahbarlarini lavozimga loyiqligini ko'rib chiqib, ularning o'rniga vatanparvar, yangilikka intilib ishlaydigan shijoatli yoshlar bilan to'ldirsin. Shahar departamenti o'rinbosari G'aniyev Qo'shtirnoq ichida tadbirkorlarga soliqdan qochishda yo'l ko'rsatib yuribdi. Xatamov Jahongir uni bugunda o'zida ishdan olsin. Toshkent shahar hokimiga ham compliance bo'yicha o'rinbosar berildi. Saliyev Mirzahamidov poytaxtda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha tizim yaratadi. Xatamov, Po'latov, Umurzoqov hokimimiz yashirin iqtisodiyotni jilovlash hisobiga 7,5 trillion so'mlik qo'shimcha daromadni qanchasini byudjetga tushirgani bo'yicha har chorakda hisobot beradi va yangi tizimni joriy qiladi. Yana bir alohida takrorlamoqchiman. Korrupsiyaga yo'l qo'yish bu islohotlarimizga xiyonat. Hozir Neftigaz va davlat aktivlarini boshqarish agentligida katta taftish ketyapti. Milliard so'mlik talon-tarojliklar bo'yicha tergov xulosasini beradi albatta. Misol uchun davlat aktivlarini boshqarish agentligi mansabdor shaxslar bozor qiymati kamida 250 milliard so'mlik yer uchastkalarini yopiq auksionga chiqarib 120 milliard so'mga sotib yuborgan. Shu bois kecha Ortiqov ishdan olindi. Haqli savol tug'iladi. Ushbu idoralarda yillar davomida korrupsiya avj olgan bo'lsa, ularga xavfsizlikdan qo'yilgan vakillar qayerga qaragan? Qurbonovga bir hafta muddat Neftigaz va davlat aktivlarini boshqarish agentligidagi xodimlarning mas'uliyatini ko'rib chiqsin. Compliance xizmati Yo'ldashev Qurbonov davlat aktivlari agentligi mansabdorlariga qo'zg'atilgan jinoiy ishi tergov guruhiga xavfsizlik xizmatining iqtisodiy masalalarga mas'ul tuzilmalaridan ham mutaxassislar jalb qilib juda qattiq chora ko'rasizlar. Bu xalqning mulki, agar xiyonat qilgan bo'lsa, qonun ustuvor jazo muqarrarligini hamma eshitish kerak.